muammolar? Qishlog'imizda muammolar tiqilyapti. Mikrofonni bering. Men o'zim gapiraman. Xullas, svet o'chib qoldi. Jim turga ham bir pas savol bergandan keyin javobni eshitish kerak. Maqtab gapir. O'chir ovozingni. Maqtash kerak. Shapalaqlar bir uraymi hozir? Xullas, biz internet nimalik Jim tur. Internet nimaligini bilmaymiz. Wi-Fi tortishmagan. Bu televideniyega ketadi. Jonli efirda unaqa gaplarni Bir gapirma. pas Jim tura olasizmi yoki yo'qmi? Bo'lmasa men o'zingiz gapiring. Ha, beradigan ahmoq yo'q. Wi-Fi degan narsani biz tasavvur ham qila olmaymiz. Maktab, Jim tur, maktabga ketayotganda balchiq kechib boramiz. Mikrofonni bergin. Keyin gazam o'chib qoldi anamal Jim tur. Anamal sovug'i dabdalasi chiqdi. Jim tur, hozir urib o'ldiraman. Qani, men tosh olib hozir boshingni yorib qo'yaymi? Xullas, internet degan narsa yo'q, gaz yo'q, svet yo'q, hammasi dabdala. Shunaqa. Jim tur.